ishlamayapti. Nimagadir kamera ishlamayapti. Hammangizga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Izracraft va bugungi videoda bizlar cho'chqani horror videosi tushiramiz. Bo'lmasam ketu. Hop, bo'lmasam bizlar survivalni boshlaymiz. Birinchi nimada daraxt. O'zim ham daraxtman. Короче, hozir men daraxt bo'lib olishim ham mumkin. Sababi men blokka aylandim, sababini bilasizlar. Ko'p shortsda umuman ovozsiz chat bilan yozaman. Hop. Tak, hammasini chop olib, mening niyatim короче ana bu cho'chqani yo'q qilish va uning etini короче yoqib yuborish. Uni o'ldirib, etini yoqib yuborish degandek maqsad qo'ydim. Albatta like bosib подписаться bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa bizlar boshlaymiz. Короче, hozirda nimagadir bu tepa tarafiga minib ketdi. Короче, bu bilan nima qilishga bo'ladi? Daraxt chopishga bo'lmaydi. Yer kovlashga sal-pal bo'ladi. Lekin uronni ko'p bo'lishi mumkin. Давайте ko'ramiz uronni. Uronni 16 ataka. Xo'p, bo'lmasam hozir chatdan sizlar bilan gaplashamiz. Charchab ketdim va ishi. Xo'p, bo'lmasam men hozir effekt qo'shib olmasam bo'lmaydi, sababi bu yer juda qorong'u.